2026-yilda hop bu yil modaga chiqqan narsa. Shu 45 gradusli fasondagi mana so'kilimiz. Mana sifat kerakmi? Mana sifat. Mana charxlari, pluntuslari mana ko'rishingiz mumkin. 45 gradusli fasonlar mana. Mana 45, mana 45, mana 45, mana 45. Ko'rishingiz mumkin. Cho'tga chiqqan. Manzil Farg'ona viloyati Toshloq tumanida mana shu Toshloqimizda ustalarning mehnati. Toshkentda moda bo'lyapti-yu, faqat 45 gradusni ko'rsatdi. Mana 45 gradus. Mana sokil. Ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekranga nomerlarini qo'yib qo'yaman. Mana hammasi qo'l mehnati. Mana burchaklar. Mana burchaklar. Zinalarni ham mana pastga ochib, burchaklarni qilib qo'yilgan. O'zimizni mana shunaqa tashlarida ham mana shunaqa ustalar bor. Prosta bular ishiga reklama kerak emas. O'z ishlari ko'p. Biz endi reklama qilib ko'ramiz. Mana zinalar, burchaklar mana. Sokil, kafel, burchakka xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekranga nomerga telefon qilaverasizlar. Kafellar ideal holatda. Ha, usta. Bu yoqda mana ichki ekranlar ham bor. Patoloy bilan bir xil qilib ichki ekran qilishgan. Ustunlar, burchaklari mana. Mana burchak. Hali bu kosmetika qilinmagan holati. Xudo xolasa, polni bitgandan keyin bitta kosmetika qilib yuvib, artilgandan keyin bitta video qilib beramiz. Вообще cho'tki bo'ladi. Hop, nolda holatini hozir ko'rsatib o'taman. Bu rakvina bo'ladi, mana buni ham. Rakvina qilishyapti mana. Mana noldan sapajo qo'yishib, do'bilni qoqib, mana simlar tortib, arkasiga rastvor bilan quyishadi. Mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana shu ustalarga bemalol murojaat qilib, bittadan lakni bosib qo'yar ekansizlar. Dang'illatib olmaslar, kelib. Dang'illatishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.